birinchi etaj podval tayyor уже. Ikkinchi etajimizda ozgina ta'mirlash ishlari qolgan. Agar o'shani qilib olaman, keyin arendadan minus qilamiz desanglar ham, bunga ham ko'nishadi. Bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Joyimizning lokatsiyasi rosa zo'r joyda, prямо Rishtonni dehqon bozoridan mana orqa tomonida. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Arendaga zo'r joydan, prямо Rishtonni sentrdan joy topdim. Hozir men sizlarga ko'rsataman, qaranglar. Kirish joyimiz, joyda qaranglar. Bu joyimiz 9 ga 8 chiqadi. Mana holatlarni qaranglar. Rosa ham zo'r, ulgurib qolinglar. Pulini rosa talashib, shkalab narxga qilib qo'ydim. Stoydi. Narxini $300 qo'yib bering deydi. Amaki dedim, uzoqqa ishlaydigan, realni ish qilaman degan odamga ozgina nagruska keladi. $200 ga qo'ysak zo'r ketadi dedim. O'ylab turishib, sirazi bo'ldi. Ichi og'rimasin dedi. O'shancha bosinglar $200 ga tepa, past ikkalasi podvali bilan, xohlasanglar podvalni o'zini olinglar. Xohlasanglar buni birinchi etajini olinglar. Xohlagan narsangizni ochasiz. Magazinmi, oziq-ovqatmi, bilyardxonami, nima qilsangiz. Bitta ozgina joyi bor, kladovka. Bundan tashqari hozir men sizlarga ko'rsataman. Suv, svet hamma yog'i mavjud. Chiqqanimizda sirazi podvali ham bor. Podvalga mana kirib borasizlar. Hojatxona bor, ishlaydi. Mana pastda yana podval. Nima qo'yasiz, farqi yo'q. Eng muhimi, eng qizig'i bozorimizda o'zimizning Rishtonni sentrdan. Pastda nomer qoldiraman, bemalol gaplashib qolgan ma'lumotlarni yana olasizlar.